Hammaga assalomu alaykum. Bugun men biologiyadan tushuntiraman. 5-sinf. Qaranglar. Bizda to'qimalar bor. Hujayralar bor. 4 ta. Epiteliy, birlashtiruvchi, nerv, muskul. Yozimsan xomik. Ulquma deyiladigan unitlar. Короче, epiteliy bu hamma narsani, masalan, qo'limiz bir joyi yara bo'lsa, o'sha tezlikda tiklovchi hujayra bo'lib, u asosan shular yaralarni tuzatish kerak bo'ladi. Birlashtiruvchi to'qima hujayra bu unda kesilgan joylarimizni, qon oqayotgan joylarni juda ham tezlikda tuzatadi. Ko'rgan bo'lsanglar kerak, o'zi yiqilganda, kesib olganlarda bu narsa juda ham tez tuzaladi. Keyin nerv. Nervni hamma bilsa kerak. Nerv hamma yog'imizda bo'ladi. Mana chimchilasanglar, nerv bo'ladi. Nervlar og'riqni sezadi. Issiqdan nerv bo'ladi. Nervlar agar navbat issiqdan tegib ketsanglar, xohlamasanglar ham, xohlasanglar ham qo'linglarni o'zidan-o'zi tortib olasiz. Chunki miya tez fikrlaydi. Nervlar undan ham tez fikrlaydi. Nervlar fikrlab shunaqa qarorlarga tezda tortib oladi. O'zinglar xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham. 4-inchisi muskul. Muskul bu mana muskullarimiz bo'ladi. Ayniqsa o'g'il bolalar muskul hamma yoqda bo'ladi. Qorinda ham bo'ladi. Qorinda ham bo'ladi, boshqa joyda ham bo'ladi. Короче, mana 2 boshli muskul deyiladi. Tepasi, pastida 3 boshli muskul bo'ladi. Короче, agar mana bunday qilsak, tirsakdan bukkanimizda 2 boshli muskul qisqarib, 3 boshlisi bo'shashadi. Yoyganimizda 3 boshlisi qisqarib, 2 boshlisi bo'shashadi. Qarab tushundinglar. Mana shu hujayralar birlashib to'qima hosil qiladi. Masalan, qaranglar. Yurakda ichida muskul bo'ladi. Nerv bo'ladi yurakda. Epiteliy hujayrasi bo'ladi. Birlashtiruvchi hujayra ham bo'ladi o'z navbatida. Ular to'qimalar hosil qilib, to'qimalar esa sistemalarni hosil qiladi. Sistemalar masalan hazm qilish sistemasi, qon aylanish, nafas olish sistemasi, hazm qilish sistemasiga og'iz bo'shlig'i, halqum, qizil ichak va oshqozon kiradi. Oshqozon sal-pal hazm beradi. Asosiy ish ichakda bo'ladi. Keyin anal teshigidan chiqib ketadi qaqadir. Hazm qilish sistemasini gaplashdik. Demak, ikkinchisi qon aylanish sistemasi bo'lib, qon aylanish sistemasi asosan yurakdan boshlanadi. Yurak 4 kamerali bo'ladi odamlarda, qolganlarda 3-2 kamerali bo'ladi. 4 kamerali yurakda o'ng bo'lmachi, chap bo'lmachi, o'ng qorincha, chap qorincha bo'ladi. Balkim teskarsiz. Короче, katta qon aylanish sistemasi bor, kichkina qon aylanish sistemasi bor. Ular mana yerdan o'ng qorinchadan boshlanib, jigarga borib, hamma yoqda kislorod, qon tomirni tanaga hayditdi, keyin yana chap bo'lmachaga boradi. Keyin o'ng qorinchadan chiqib o'pkaga boradi, o'pka tozalab beradi. Karbonat angidritli qonni. Keyin bunday boradi yurak uni yana haydab turadi. Yurak bechara yurak hech qachon tinmaydi o'lgandan keyin. Короче, like bossanglar, keyingi safar bundan ham yaxshiroq tushuntirib berishga to'lig'ini keyingi safar zo'r tushuntirib berishga harakat qilaman. Ikkinchisi nafas olish sistemasi bo'lib, u o'pkadan burun bo'shlig'i, halqum, bronx va o'pka, keyin alveolada tugaydi oxiri. Hamma nafas olishni biladi. Nega qonlarni o'pka tozalab beradi desanglar, o'pka bilasizlarmi, chekkan odam shu qongiga kesib tashlashimiz. Qarab shunaqa bo'ladi. O'pka chekkaninglardan keyin odamlar
odam o'sha havo tutun ichiga kirib, qonga singib ketadi. O'sha qonga singgandan keyin odam chekishni to'xtata olmaydi, tasha olmaydi. Короче, like bosasizlar, obuna bo'lasizlar va iltimos bitta like ayamanglar. Sizlarda nima ketdi? 1 sekundgina vaqt ketdi. Bizda qancha vaqt ketadi? Keyingi safar uni zo'r tushuntirib berishga harakat qilaman. Keyingi mavzularni albatta o'taman.